Bugun sizlarga qo'y go'sht dumlamasini tanishtiramiz. Qo'y go'shtni mustaq cho'ng-cho'ng qilib parchalaymiz. Bilgan yong'ini qilin yaproq chiqib to'g'raymiz. Go'shtni ta'mlantirib olamiz. Tuz, qarmush aralashtirib ta'm berib olamiz. Ozroq suv may beramiz ustiga. Endi shu to'q qozon silib dumlash qilamiz. Bu dumlamamiz pishdi. Go'shtni chiroyli qilib ustiga tizib beramiz. Salam ko'pchilik, yaxshimisizlar? Bugun sizlarga gap kelganimiz oilalarda yetishga intayin qulaylik bo'lgan qo'y go'sht dumlamasini tanishtiramiz. Bundan ketadigan material qo'y go'shti. Qo'yninki oldi qo'l taraf yoki qo'rg'u taraf bo'lsin bo'laverdi. Bak semiz bo'lib ketmay normal bo'lsa, intayin yaxshi bo'ldi. Yong'yu, ikki tal xo'nshu, bosh piyoz, quyruq may qatorliq materiallar ketadi. Oldi bilan qo'y go'shtini mustaq cho'ng-cho'ng qilib parchalaymiz. Bak ushoq bo'lib ketmasin, bak yo'g'on bo'lib ketmasin. Normal bo'lsa bo'ldi, mana. Mustaq bir qo'rg'ini bir parcha qilib, mustaq parchalab tayyorlab olamiz. Buning ishlatilgan yong'ini qilin yaproq chiqib to'g'raymiz. Nepiz bo'lib kesib bo'lmaydi, qilin qilamiz. Bu qo'ng'ishuni işte qilin qilib yalpoq to'g'raymiz. Piyozni o'tirdi yerib, nepiz yaproq to'g'raymiz. Quyruq mayni nepiz qilib yalpoq to'g'rab olamiz. Mustaq yalpoq qilib to'g'rab olamiz. Bu materialdan to'g'rab tayyor qilib olgandan keyin bu go'shtni bu qachiq silib go'shtni ta'mlantirib olamiz. Go'shtni ta'mlantirganda go'shtga biz tuz, qarmush, uvoq loza, ziridan 1,5 qo'shiq. Bu sinchu qatorliqlarni qo'yib aralashtirib ta'm berib olamiz. Bunu tembegende yong'yu xo'nshuni aralashtirib haqidan piyozdan aralashtiramiz. Bularni tekshir aralashtirilib, ozroq suv may beramiz ustiga. Suv may berib, keyin tekshir aralashtirib, buni mustaq qo'yib 15 minutdan yarım soatgacha ta'm yetkazsak, texmo ta'm yaxshi bo'ldi. Ko'pchilik bu yarım soat bo'ldi. Buni endi shu to'q qozon silib dumlash qilamiz. To'q qozon silishdan burun to'g'rab olgan yog'imizni, qo'yning yog'ini shu qozonning ostiga tekshi tizib işte qo'yib olamiz. Buning ustiga bir qavat go'sht tizimiz. Buningga hech qanday suv bermaymiz, suv qo'ymaymiz. Shu go'shtning suvi bilan, shu materialning suvi bilan o'zi pishadi. Bu oilalarda mehmon kelganlarda qilishga intayin keldi. Bu hech qanday qo'l tutmaydi, ya egallamaydi. O'choq yetishmaslik qatorliq ishlarga intayin yaxshi. Buni qozonga silib tekshi yeyitgandan keyin tuvoqni dumlab, konopkasida besib qo'yamiz. Shu konopkasi qachon pishganda o'zi sakraydi, shu vaqtida buning ichidagi go'sht pishgan bo'ldi. Buni ko'pchilik bu dumlamamiz pishdi. Hamda buni taxsiga tizib yeb olamiz. Bu yong'yu bilan xo'nshuni shuni ostiga tizib olamiz. Mustaq go'shtini chiroyli qilib ustiga tizib beramiz. Bay qilib qo'ygan ozroq qolgan piyozni shu ustiga sepib beramiz.
Günü aldık mı köpçülük? Bu intayin qo'l tutmaydigan oilalarda qilishga mehmon kelganda ichishga intayin mos keladigan bir xil qo'rma. Intayin o'zi intayin yeyishlik. Go'shtlarni ait yumron, yangi xumshularni ait yumron pishgan bo'ldi. Agar biz to'k qozonga silib bir qatim besib pishgandan keyin, sakrab pishgandan keyin biz go'shtni sinab boqamiz. Agar qattiq bo'lsa yana bir qatim qayta besib etsak, yana bir 15 minutlar atrofida qaynab yine üçüdü. Şu vaqtida alsak, dal bizning talabimizga loyiq pishib chiqadi. Bugun olgan bo'lsanglar, yurak berib saqlab, yaqinlaringlarga avat qiringlar, ularga foydalanib qolsin. Xayr xo'sh, keyingi sonni ko'rishaylik, omon bo'linglar.